Sizlarga bugun bir it haqida hikoya qilib bermoqchiman. Bundan 1 yil avval Hamid Ashur degan bir inson G'azzada Isroilning genotsididan, bombalaridan, qatliamlaridan qochib, u yoqdan bu yoqqa yugurib yurar ekan, bir kuni bir itni topib oladi. Itni topib olib, uni boqishni boshlaydi. Bir necha kun boqadi, egasini kutadi, egasi chiqmaydi. Egasi chiqmagandan keyin otini bilmagani uchun G'arib degan ism qo'yadi va uni boqadi, birga yashashadi, u yoqdan bu yoqqa qochib yurishadi, palatkalarda yashashadi va buni bir kun Facebook va Instagram sahifalarida post qilib joylaydi. Joylaganidan keyin buni ommaviy axborot vositalari olib chiqishadi. Keyin 5 milliondan ortiq odam buni ko'radi. Ko'rib bu Facebookda boshqa joylarda mashhur bo'lib ketadi. Mashhur bo'lib ketgandan keyin Yevropa hayvon haqlari, huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, Amerika hayvon huquqlarini himoya qilish tashkilotlari, insonlar o'sha itini, G'aribni rasmini so'rashadi Hamiddan. Fotosini, videosini, qanday sharoitda yashayapti, qanaqa hollarda yashayapti so'rashganida Hamid ularga tashab beradi rasmlarni. Rasmlarni tashab bergandan so'ng u tashkilotlardan, hayvon huquqlari himoya qilish tashkilotlaridan va hayvon huquqlarini himoya qiladigan insonlardan bitta gap keladi. Hayvon yashash sharoitlari hayvonlar huquqiga zid. Hayvon bundan yashamasligi kerak. Biz xohlasang senga donat qilamiz, ovqatlarni jo'natamiz, qanday sharoit qilib berishimiz mumkin, nima qilishimiz mumkin, nima yordam berishimiz mumkin. Hayvonga yaxshiroq qara, iloji boricha biz G'azzadan u hayvonni olib chiqib yaxshiroq sharoitda yashatamiz deyishadi. Bundan 1 oy oldin Hamid Ashur Facebook sahifasida shu gapni joyladi. Insonlar itni sharoiti bilan qiziqishdi, itga yordam berishga harakat qilishdi. Turli xil tashkilotlardan chiqishdi. Lekin meni qanday sharoitda yashayotganimni, meni necha mahal ovqat yeyotganimni, meni qanday sharoitda ovqat yeyotganimni hech kim so'ramadi deb post joyladi. Insonlarni, insoniyatni kelgan oxirgi nuqtasi mana shu bo'ladi. Sog' bo'linglar.